Assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz Yoshlar telekanalida Rostini ayting tok shousi. Bugun ham yana bir dolzarb mavzuga, muammoga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni O'zbekistonda ichimlik suvi iste'moli, madaniyati, muammo va yechimlar mavzusida. O'zi ochig'ini aytadigan bo'lsak, aynan mana shu dasturimiz orqali bu mavzuga juda ko'p to'xtalib o'tyapmiz. Muammolar ham yetarlicha va mana shuni oldini olish maqsadida tomoshabinlarga ma'lumot berishimiz kerak va ayni mavzusida ma'lumotlar taqdim etish uchun ekspertlarimizni ham taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, ko'rganimizdan xursandmiz. Nima uchun o'zi bugungi kunda O'zbekiston aynan suv resurslari tashkil mamlakatga aylanib boryapti? Dastavval shundan boshlasak. Bitta narsani aytmoqchiman. Bu resurslar taqchilligi, suv resurslari taqchilligi nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyo miqyosidagi muammoga aylanib boryapti. Sababi urbanizatsiya, ya'ni birinchidan aholi soni ko'payib borishi, ikkinchidan iqlimning injiqliklari va havo haroratining ko'tarilishi natijasida yer sharida quruqlikdan ko'ra ko'proq bo'lgan suv resurslarining kuchuk suv resurslarining kamayishiga olib boryapti. Ma'lumki, o'sha yer yuzida 70% dan ortiqroq suv bo'lishiga qaramasdan, kuchuk suv zaxirasi buni atigi 2% ni tashkil etadi va o'sha 70% dan. 70% dan 2% ni tashkil etadi va 2% ning ham yarmidan ko'pi muzliklarda. Va haroratning oshishi natijasida muzliklar erib, chuchuk suv zaxiralari sho'r suvlar bilan aralashib boryapti. Bu resursga bo'lgan ehtiyoj, bilasiz, havodan keyingi ikkinchi o'rinda turadi va bu resursni ishlab chiqarib bo'lmaydi. Ma'lum bir moddiyat bilan yangitdan nimadirni qo'shib ishlab chiqarib bo'lmaydi. Va tabiiyki hayotni ta'minlab beradigan vosita bo'lganligi uchun bu resurs o'ta muhim. Ayniqsa O'zbekistonday davlatda, ya'ni suv resurslari, ya'ni okeanlarimiz, dengizlarimiz bo'lmagan bir vaziyatda biz uchun aynan muhim sanaladi. Va aytishimiz mumkinki, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bu haqida, ya'ni suv resurslari haqida juda ko'p ko'rsatuvlar olindi. Mana shu taqchillikni, yuzaga kelayotgan taqchillikni faqatgina iste'mol madaniyatini yaxshilash bilan oldini olishimiz mumkin. Oldinlari ham aytib o'tganmiz, bugungi kunda O'zbekistondagi suv resurslarining o'zi chegaralangan. Qaysi ma'nodaki, 20% ga yaqin suv o'zimizda shakllanadi. Qolgan 80% ni biz o'sha Tianshan yoki Pomir tog'laridagi muzliklarning erishi natijasida respublikaga kirib keladigan suvlar orqali olamiz va istasak istamasak mazkur resurslardan oqilona foydalanish avvalambor iste'mol madaniyatiga borib taqaladi. Mana shu narsani inobatga olishimiz lozim. Bitta tadqiqot aytib o'tmoqchiman. Agar lozim bo'lsa, Amudaryo va Sirdaryo respublikadagi asosiy suv manbalari hisoblanadi va azaldan ham Movarounnahr, ya'ni ikki daryo oralig'ida bu yerda 3000 yildan ortiq aholi yashab kelmoqda. Birgina Amudaryodagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1931-yil 2020-yilgacha bo'lgan jarayon o'rganilganda havo harorati 0.5 gradusdan 0.8 gradusgacha isigani va quyi o'rta oqimlarda suv olish 70% gacha kamayganini bilish mumkin. Deyarli bir asr vaqt davomida o'rganilgan bu. Xuddi shunday. Sezgan bo'lsangiz, bu yerda inson omili emas, yana bitta ma'lumot aytib o'tildi, yog'ingarchilik miqdori ham kamaymagan, ko'paygan. Shunga qaramasdan suv olish kamaygan. Demak, bu o'rinda suvdan foydalanishda bizda kamchilik bor. Ya'ni havo harorati ortib borishi natijasida suv muzliklar eriyapti, suv ko'payyapti. Shu bilan birgalikda yog'ingarchilik ko'p, ammo suv olish kamaygan. Demak, biz suvdan foydalanishda, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, o'sha Qizilqumni o'zlashtirish jarayonida ko'proq suv sarflab yuborganimiz natijasida bugungi kunda Markaziy Osiyodagi 89 million adashmasam aholini suv bilan ta'minlaydigan Amudaryoni o'zidagi, ya'ni biz bilan siz aytayotgan suv resursidagi kamchilik aniqlanyapti. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, biz iste'mol madaniyatiga e'tibor berishimiz lozim. Faqatgina iste'mol madaniyatini shakllantirgan holda muammoga yechim topish mumkin deb hozir menimcha aytib o'tyapsiz. Fikr shundan iborat. O'zi bitta paradoks bor-da, ko'pchilikda shakllanib qolgan. Xuddi shunday biroz avval aytib o'tgan ma'lumotlaringiz, havo isigandan keyin muzliklar erisa, aksincha suv ko'paymaydimi degan tushuncha bor-da. Bu chuchuk suv zaxiralariga ta'sir o'tkazar ekanda demak. Xuddi shunday, muzliklar erib, suv ko'payganidan keyin bilamiz, qish oylarida, chilla paytida bizda tadbirlar bo'lib o'tadi. Ya'ni sho'r yuvish tadbiri. Ya'ni bu degani yerda sho'rlanish bo'ladi, xohlasak xohlamasak. Mana shu sho'rlanish miqdori suv zaxiralariga, chuchuk suv zaxiralariga ta'sir qiladi va chuchuk suv zaxiralari ham sho'rlanishga olib keladi.
Bugungi kunda haqiqatan ham mana Chingiz Aytmatovning bitta asari bor. Dengiz bo'ylab yugurib borayotgan olapar asari. Bilasiz, suv ichida turib o'sha yerda kemadagi 3 kishi halok bo'ldi. Suvda turib. Nimadan? Ya'ni u yerdagi suv chuchuk suv emasdi u. Sho'r suv edi. Xuddi mana shunday bizda suv zaxirasi bo'lishi mumkin, lekin iste'molga yaroqli zaxiralarni ham iqlim, insoniyat, shu texnologiya deymiz, rivojlanish natijasida zararlanishi oqibatida demak zaxiralar futur yetyapti. Qolaversa biz o'sha chuchuk suv zaxiralaridan juda noqobil ravishda ham foydalanayotgan o'rinlarimiz ham bor. Buni oldini olish kerak albatta. To'g'ri fikrni aytdingiz. Bizda bor ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 50-60 yilda Markaziy Osiyodagi muzliklar maydoni, siz aytib o'tganingizdek, 30% ga qisqargan. Bu holat O'zbekistonga qanday ta'sir qiladi? O'zbekistonga kelayotgan ichimlik suvini manbasi yuqorida ta'kidlab o'tdim. Tianshan va Pomir tog'lari, Qirg'iziston, Qozog'iston va qisman emas, Tojikiston, Qirg'iziston va qisman Qozog'istondagi bo'lgan tog'liklar hisoblanadi va bizga kelayotgan suvning asosiy manbasi Paxtakor muzligi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ryapmiz, tadqiqotchilar o'sha qoziqni qoqib 1 yildan so'ng borib o'rgangan jarayonlarni, o'sha tasvirlarni ko'rsak, qoziq ko'rinib qolganda. Ya'ni pasaygan. Xuddi shunday. Bugungi kunda biz nimaga mana oxirgi 1 oy ichida suv haqida ko'plab ko'rsatuvlar qilyapmiz, dasturlar qilyapmiz. Nimaga? Suv kamayganligini aholiga aytish va undan oqilona foydalanishni targ'ib qilish. Har holda o'shandan oqilona o'rnida foydalansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga shuncha bong uryapmiz? Sababi muzliklar erib, suv manbalarining kamaygani bizda bilinmayapti. Vaqti kelib siz aytayotgan muzliklar o'sha 50 yilda 30% ga qisqargan bo'lsa, 2050-yilda tojikistonlik mutaxassislar aytayaptiki, bu ko'rsatkich juda bir dahshatli tus oladi. Markaziy Osiyo suv taqsim mamlakatga. Va natijada bugun oqib kelayotgan suv miqdorini ko'rmasligimiz mumkin. Va o'z-o'zidan yuqoridan aytib o'tdik, bizning asosiy 80% ga yaqin o'sha suvimiz oqib keladigan muzliklardagi suv o'z-o'zidan to'xtab qolsa, biz ana o'shanda ko'ramiz. Biz o'zimizdagi 20% bilan bugungi kunda aholini ta'minlash, qishloq xo'jaligi, shular birgalikda sanoat va suv bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarda biz kamchilikka, shu muammoga duch kelishimiz aniq. Muammo bugungi kunda bor. U demak, u paytda bilmayman, balki mening fikrim dahshatli tus olsa kerak. To'g'ri fikrni aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra 2050-yilga borib Markaziy Osiyo suv taqchil mintaqaga aylanadi. Buni oldini olish uchun esa har birimiz mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz kerak. Ichimlik suvini iste'molda e'tiborni oshirishimiz kerak bo'ladi. Yana ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. 2017-yilda aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 63% bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich bugungi kunda 83% ga yetdi. Bu natija nimadan dalolat beradi? Shu haqda to'xtalib o'tsangiz. To'g'ri aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda respublika bo'yicha markazlashgan ichimlik suv ta'minoti darajasi 83% ga yetkazildi. Bu degani qolgan 17% suvsiz o'tiribdi degani emas. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, so'nggi 9 yilda aholining ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga 35 trillion so'm mablag' ajratilgan. Bu oldingi 25 yilga nisbatan 8 barobar ko'pdir. Bu nima degani? Bu degani davlatimiz rahbari tomonidan sohaga katta e'tibor qaratilmoqda va yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, 10 yil oldin xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligimiz faqat 2 ta xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligimiz bor edi. Hozirgi kunda 22 ta xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligimiz bor. Bu degani nima degani? Investorlar bizning mamlakatimizga va sohaga ishonchi ortib borayotganidan dalil etmoqda. Ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan e'tibor qaratilmoqda va xalqaro moliya institutlari tomonidan bizga nisbatan ishonchi ortib bormoqda. Yana bir jihatga to'xtalib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda aynan suv resurslarini muhofaza qilish va suvdan samarali foydalanish borasida qanday davlat dasturlari amalga oshirilyapti? Suv resurslarini muhofaza qilish bo'yicha so'nggi yillarda shu suv bilan bog'liq bir nechta me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, men aytib o'tishim mumkin, biz hozir suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati aholiga ichimlik suv yetkazib berish bilan asosiy vazifasi hisoblanadi va biz yer osti, yer usti suvlardan olamiz. Respublikadagi mavjud suvning aksariyati, umuman suvning xo'jayini desak ham bo'ladi, suv xo'jaligi vazirligi hisoblanadi va mana shu suvdan foydalanish bo'yicha bir qancha me'yorlar ishlab chiqilganiga sabab bor. Aytib o'tishim mumkin, 2019-yilda yer osti suvlari, chuchuk suv zaxiralarining, birgina misol, yer osti chuchuk suv zaxiralarining kamayib borayotganligini
inobatga olgan holda davlat rahbari tomonidan 21 ta tumanda moratoriy e'lon qilindi. Ya'ni endi endilikda o'sha tumanlarda siz xoh iste'mol uchun bo'lsin, xoh ishlab chiqarish yoki boshqa maqsadlarda bo'lsin, yer ostidan suvdan foydalanishingiz mumkin emas. Ya'ni nimaga bunaqa? Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim mumkin, shu gidrogeologiya tashkiloti yer osti suvlarining hajmi oshishi, ko'payishi bilan shug'ullanadigan tashkilot hisoblanadi va so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yer ostidagi zaxiralar diametri 100 metrgacha bo'lgan hududda, chuqurligi 5 metrdan 10 metrgacha suv oddiy til bilan aytganda qochishi yuzaga kelgan. Suv qochish. Ya'ni endi men yuqorida aytib o'tdim, biz yer ostidan suv beradigan hududlarimiz ko'proq bizda. Aholini bugungi kunda markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 83% deb aytib o'tdingiz. Asosiy qismi, ya'ni 50% dan ortiqroq yer osti suvlaridan hisoblanadi. Deylik, Samarqand yoki o'sha Qashqadaryodagi yer osti manbasidan foydalanadigan zaxiralar qochdi deylik suvi. Va biz 250-300 metrgacha nasoslarda o'sha yerni qazib suv yetkazib berayotgan edik. Endi 5 metrdan 10 metrgacha, 5 metr kamaygan taqdirda ham aynan ichimlik suv nuqtai nazaridan juda katta muammoni keltirib chiqaradi. Ya'ni endilikda nasosimiz suvni so'rib, o'sha kerakli miqdordagi suvni yetkazib bera olmaydi. Birgina suv ta'minotini o'zidagi kamchilik mana shu yerda ko'rinadi. Ya'ni 250 metrdagi quvurni qaytib chiqarish, uni qayta burug'lash, mana qancha ovoragarchilik yuzaga keladi. Bittagina mana shu yo'nalishning o'zi ham, demak, ko'rishimiz mumkinki, hujjatlarimiz bugungi kunda yetarlicha. Faqat yana borib o'sha iste'mol madaniyatiga qaratiladi. Iste'mol deganda ekran orqasida turganlar faqat o'sha krushkada olib chanqoqni bosish emas, u kundalik maishiy maqsadlar bo'lishi mumkin, suv ishlatiladigan qishloq xo'jaligi bo'lishi mumkin, sanoat bo'lishi mumkin va barcha o'sha jabhalarda suvdan foydalanish iste'mol deb yuritiladi. Mana shu jihatga e'tibor berish lozimligini aytib o'tmoqchiman. Haqiqatan ham bir 20 yil yoki 10 yil, 15 yil oldin olib qaraydigan bo'lsak, siz aytayotgandek quduqlardan, o'sha chiqib keladigan quduqlardan suv ichsa bo'lardi-da. Hozir ichib bo'lmaydi. Hozir sho'rlik darajasi juda ham yuqori. Bu o'sha siz aytib o'tganingizdek chuchuk suv zaxiralari kamayib borayotganligidan dalolat beradi va biroz avval juda to'g'ri fikrni ta'kidlab o'tdingiz. Faqatgina uyda iste'mol qiladigan suvimiz emas, bu iste'mol madaniyati haqida gap ketganda bir kishi haqida gapirmayapmiz. O'sha katta qishloq xo'jaligida foydalaniladigan suvlar ham bor. Ularni ham iste'moliga e'tibor qaratishimiz kerak va yana bir jihatga to'xtalib o'tamiz. Keyingi 9 yilda ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash uchun siz aytib o'tganingizdek 35 trillion so'mga yaqin mablag' ajratildi. Davlat tomonidan mana shunday mablag' ajratilgan. Endi buni ham hisobini olishimiz kerak. Bu bekordan bekorga qilinayotgan ishlar emas. O'sha davlatimiz rahbari butun Markaziy Osiyo rahbarlari bilan birgalikda hamkorlik o'tkazayotganligi, mana shunday katta muammolarni oldini olish maqsadida shuni o'ylagan holda bu ishlar amalga oshirilyapti. Biz ham o'z fikrimizni aytib o'tishimiz kerak. Va yana bir muhim jihat mana shu suv taqchilligi, deylik 2050-yilga borib Markaziy Osiyo suv taqchil mintaqaga aylanadigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan o'sha davlatlarning iqtisodiyotiga ham, iqtisodiy jihatlariga ham salbiy ta'sir o'tkazadi, to'g'rimi? 11% ga yaqin ishlab chiqarishga ta'siri bor deb eshitdim. Tasavvur qiling, suv bilan foydalaniladigan oddiy bir qishloq xo'jaligini olaylik. Bugungi sotib olayotgan oddiy o'sha poliz mahsulotingiz, deylik pomidor deylik. Bugungi narxi suv yo'qligi uchun qancha ko'tarilishi mumkin? Oddiy misol. Bitta pomidor, bitta misolda. Qolaversa, birinchi navbatda bu iste'molga to'xtaldik biz. Mana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kecha kunduzda suvga to'g'ridan to'g'ri bog'lana olmayotgan 2 milliarddan ortiq inson bor ekan yer yuzida. Va 700 mingga yaqin aholi iqlim migrantlariga aylangan ekan. Ya'ni aynan suv masalasi bo'yicha. Demak, siz aytayotgan agar vaziyatga borsa, o'shanday bo'lsa, suv migrantlari ham paydo bo'lishi yo'q emas, chunki suhbatimiz avvalda aytib o'tdik, azaldan aholi suv bor joylarda biz xohlasak o'sha qadimgi Rimni olamizmi, Yunonistonni olamizmi yoki O'rta Osiyoni olamizmi, suv bor joylarda aholi joylashgan. Demak, suv kamaydimi, o'shanga yarasha aholining joylashuvi ham o'zgaradi. Bu sanoatga, nafaqat sanoatga, balki o'sha butun boshli tizimga ta'sir o'tkazadi. 35 trillion so'm haqida biroz avval gapirib o'tdik. Shu fikrimni davomi sifatida aytib o'tmoqchiman. Shu mablag'lar asosida 3.4 mingta suv inshooti va 43 ming kilometrga yaqin ichimlik suv tarmoqlari qurildi. Bu kabi infratuzilma loyihalarining ahamiyati nimada? Siz aytib o'tsangiz.
raqamlarga tayanadigan bo'lsak, bu raqamlarning orqasida juda katta mehnat yotibdi. Sababi 67% dan 83% ta'minlanganlik darajasiga yetkazish o'zi juda katta mashaqqat. Toshkent miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, Toshkent suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati qoshida 4000 dan ziyod ishchi xizmatchi faoliyat yuritadi. Hozirgi kunda Toshkent suv ta'minoti Toshkent shahrini, ya'ni poytaxt megapolis darajasiga aylanayotgan poytaxtda mana yangi Toshkent shahar qurilyapti. Bu 2045-yilgacha 4 million aholi yashashi ko'zda tutilgan. Bu raqamlarga to'xtaladigan bo'lsa, hozirgi kunda Toshkent shahrini poytaxtga suv beradigan aholiga suv beradigan qismi 1.800.000 kub tashkil qiladi. Bu kunlik suv 1.800.000 kub bir kunda suv beramiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, aholi madaniyati, suvga bo'lgan e'tiborini hozirgi kunda hamma narsani aholiga xo'jasizlarsiz yoki suvga e'tiborsizlik bilan foydalanishyapti deb ayta olmaymiz. Sababi aholini suvga bo'lgan madaniyati qaysidir ma'noda o'zgardi. Mana yuqorida qancha gaplar bo'ldi. Sababi nimaga buni aytayapman? 2020-yildan oldin Toshkent shahriga 2.400.000 gacha sutkalik suv hajmini yetkazib berar edik. Hozirgi kunda aholining o'sib borishi, ya'ni Toshkent shahrining kengayishi, xabaringiz bor, 2020-yilda 41 ta mahalla Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga qo'shilgan. Buni o'zini tegida ham aholi qo'shilgan. 38.000 dan ziyod aholi qo'shilgan. Shularni qo'shib hisob-kitob qilinganda ham bu iqtisod qilinganiga erishilgan. Sababi 2020-yildan oldin aholini bir kunlik suv ishlatish fakt hajmi 225 litrdan 240 litrgacha tashkil qilgan. Hozir kecha kunduz faktlarga tayanadigan bo'lsa, 115 litrdan 140 litrgacha tashkil qilyapti. Bu nimaga olib boryaptiki, aholi o'sha tomonidan suvga bo'lgan madaniyati, suvga bo'lgan ehtiyoji, suvga bo'lgan xo'jasizlarcha munosabati yoki keraksiz holatlarda suvni isrof qilmaslik qaysidir ma'noda qisqartirdi. Ya'ni 2020-yildan 2040-yilgacha bo'lgan oldinga qo'yilgan dasturlarimiz yangi Toshkent shahriga ham suv berish bo'yicha biz oldimizga qo'yilgan rejalarimiz bor. Qodiriy suv inshootini kengaytirish va Chorvoq suv omboridan yana qo'shimcha quvur tortish bo'yicha bu xudo xolisa 2040-45-yillarga yangi Toshkentda ham paydo bo'lishi kuzatilayotgan aholini ham ta'minlash ehtiyojiga egamiz. Haqiqatan ham so'nggi yillarda ajratilgan miqdor oxirgi 3 yilda ajratilgan miqdorning anchagina qismini tashkil etadi-da. 35 trillion haqida gapirganimizda bu 9 yillik raqam bo'lsa, shuni 60% ga yaqin, ya'ni 57% oxirgi 3 yillikda ajratilgan. Haqiqatan ham davlat rahbarining hamkasbimiz aytganlarida e'tibori borgan sari sohani rivojlanishiga olib kelyapti. Endi hop sohaga ajratilayotgan mablag' bor ekan, natija qanday deyishingiz mumkin. O'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, 42.000 kilometrga yaqin tarmoq tortildi. Bu degani yer sharini bitta aylanib chiqishga yetadigan miqdor bu. Yoki bo'lsa 3600 ga yaqin o'sha inshootlarning qurilishi natijasida 11 millionga yaqin aholini suv ta'minoti yanada yaxshilandi. Mana grafik asosida ishlayotgan bo'lsa 24 soatga yoki undan ham yaxshiroq vaziyatga o'zgardi va xonadonida ilk bor 7.700.000 aholi xonadonida ilk bor ichimlik suvini ko'rdi. Ya'ni quvur orqali. Demak, bugungi kunda men demoqchi bo'lganim, davlat rahbari tomonidan, shu bilan birgalikda o'sha soha xodimlari tomonidan sohaga yetarlicha e'tibor qaratilyapti, islohotlar yaxshi boryapti. Faqat bitta narsa, bugungi kundagi islohot jo'mrak oldidan boshlanishi kerak. Ya'ni endi iste'molchida qolgani demoqchiman. Ya'ni bu gapni men xodim sifatida emas, iste'molchi sifatida aytyapman. Akmal aka, yana bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Xuddi shunday iste'molchi sifatida iste'molchilarning ham o'zlarini haq huquqlari bo'ladi, talablari bo'ladi. Suv bilan ta'minlash oldindan pul to'lab qo'ygandan keyin suv bilan ta'minlashni ham hisobga olish kerak bo'ladi va shu haqda ko'p gapirib o'tishadi. Urbanizatsiya umuman olganda shaharsozlik rivojlanishi natijasida aholi soni ortib boryapti deb, tabiiyki suvga ehtiyoj ham ko'payib boradi va davlat tomonidan mablag' ajratilyapti. Yana bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Hududlarni mana shu
muammodan hal etish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Chunki hali tan olib aytishimiz kerak, hamma hududlarga ham, chekka hududlarga ham ichimlik suvi yetib bormagan joylar ham bor. Keyingi islohotlar mana shu qamrov darajasini ko'tarishga qaratilgan, xususan davlatimiz rahbariga ichimlik va oqova suv sohasidagi o'sha taqdimotda o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi bugungi ko'rsatkichni 87% ga ko'tarishni, 2028-yilda 87% ga ko'tarishni, ya'ni aholining ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 87% ga ko'tarishni, 2030-yilda esa 90% ga ko'tarishni aytib o'tdilar. Haqiqatdan ham ta'kidlab o'tdingiz, Toshkent shahrida bugungi kunda 99% ga yaqin aholi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. Ammo bu hamma hududlarda shunday ko'rsatkich degani emas. Aytishim mumkin, Qashqadaryo viloyatida bugungi kunda ushbu ko'rsatkich 62% atrofida. Ammo yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ko'rsatkichga 7-8 yil oldin nazar tashlaydigan bo'lsak, Qashqadaryoda aholisining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 11% ni tashkil qilgan Juda kam. edi. Juda kam. Bugun 50% ga qarab oshdi. Va haqiqatda o'sha ro'yxatdan o'tgan xonadonida suvi bor aholini hisoblaganda shunaqa bo'ladi. Adashmasam 3.700.000 ga yaqin aholisi bor bugungi kunda. Xuddi shu tartibda yuqorida aytib o'tdik, aholisining markazlashgan ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlanishi birinchi o'rinda bo'lgan hududlar bugungi islohotlarimizni markazida turibdi. Shu bilan birgalikda bu tizim, ya'ni ichimlik suv bilan ta'minlangan hududlarda oqova suv tizimini yaxshilash loyihalari bizda amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan bu borada yuqorida hamkasbimiz aytib o'tganlaridek, biz xalqaro moliya institutlari bilan xalqaro hamkorlik yordamida investorlarimizning o'sha yordami bilan o'sha chekka hududlarda ishlarni amalga oshirib boryapmiz. Haqiqatdan aytgan bitta misol aytmoqchi bo'lsam, Buxoro viloyati o'sha chekka hududlarda, xususan Romitan va Jondor tumanlarida, Jondorda bugungi kecha kunduzda ham uylarning oldida ko'rishimiz mumkin, katta suv zaxira qilib qo'yadi. Bir oylab, 20 kunlab turadi. Mana o'shanday hududlarga ham bugungi kecha kunduzda loyihalar xalqaro moliya institutlari mablag'lari asosida investitsiya kiritilgan holda suvlashtirish jarayonlari bormoqda. Zo'r mavzuni ko'tardingiz. Hozir haqiqatdan ham mana shu kolodezlar, ya'ni suv zaxiralari haqida gaplashamiz. Hozir faqat mana shu mavzu yuzasidan lavha bor. Shu lavhani tomosha qilib olamizda, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bugun suvni tejash masalasi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy masalaga ham aylanib bormoqda. Mamlakatimizda ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq ichimlik suvidan oqilona foydalanish madaniyatini har bir xonadonga joriy etish ham muhim ahamiyatga ega. Xo'sh, fuqarolar bu haqida qanday fikrda? Ichimlik suvini isrof qilishni ekologik muammo deb hisoblaysizmi va nima uchun? O'zi global muammo, hamma internetlardan kuzatib turibdi. Qanchalik suvimiz tanqis qolgan, ichimlik suvi o'zi umumiy yer sharining yaqin 3% ni tashkil qiladi. Bu juda ham ayanchli holat bo'lgan. Chunki O'zbekistonda suv kam. Orol dengizi ham qurib ketgan. Ichimlik suvini isrof qilishda ekologik muammo. Ko'ramiz, ko'chalarda oqib yotadi. Tejash kerak. Iloji boricha. Toza suvni isrof qilish ekologiya uchun juda nima deydi, zarar. Suvni tejash odati sizning oilangizda qay darajada shakllangan? Iloji boricha yopib yurishga harakat qilamiz. Uyda dadam, oyimlar juda yaxshi e'tibor beradi bu narsaga. Toza ichimlik suvini tejashni albatta o'rgataman bolalarimga yoshligidan. Yoniq turgan suvni o'chiradi. Tejimizda lekin aynan miqdor belgilanmaganda. Bir kunda qancha suv ishlatishingizni hech hisoblab ko'rganmisiz? Qish paytida ko'p unchalik emas, yoz paytida ayniqsa ko'p ishlatamiz. 20 litrcha suv saqlasam kerak. Bo'lsa kerak 50-60 litr. Yo'q, hisoblab ko'rmaganman. Taxminan shu 5-10 litr bo'lsa kerak. Zag'i 30 litr bo'lsa kerak. Yetishimni hisoblab ko'rganman, bo'ldi. Suvni tejab ishlatish oddiy odat emas, balki mas'uliyatdir. Suvni tejay olsak, ertangi kunimizni ham ishonch bilan qura olamiz. Hamkasblarimizga minnatdorlik bildiramiz mana shu lavha uchun va bizni xursand qilgan bir jihat bor. Ushbu tomosha qilgan lavhamizda farzandlarimga o'rgataman suvni tejashni deb aytib o'tdilar bitta onaxon. To'g'ri, hamma shu ishni qilish kerak. Farzandlaringizga o'rgating. Farzandlaringiz o'zini farzandlariga ham o'rgatsin mana shu suvni tejashni. Shu orqali salgina bo'lsa-da suv taqchilligini oldini olishimiz mumkin bo'ladi va bir narsani unutmasligimiz kerakki, kelajak avlodning ham mana shu suvda haqqi bor. Akmal aka biroz avval ta'kidlab o'tganingiz, suv xalq tili bilan aytganda o'sha kolodezlarda suv zaxira qilib qo'yiladi va 10 kun, 20 kun, deylik bir oy davomida o'sha suvni iste'mol qilishadi. Bu sog'liqqa ziyoni yo'qmi o'zi bu? Xo'p, to'g'ri aytyapsiz. Mana agarda e'tibor beradigan bo'lsangiz, qadimdan, ya'ni
1-2 asr oldin ham bizning hududlarimizda suv masalasida xuddi shu tartib, shunga o'xshash holatlar bo'lgan. Ya'ni hovuzlar bo'lgan. Hovuzlarda suvlarni saqlab iste'mol qilingan. Xususan Buxoro xonligi yoki Buxoro amirligida ham xuddi mana shunday tartibda, ya'ni suvdan foydalanilgan. Keyinchalik turib qolgan suvda o'sha ochiq bo'lganligi uchun infeksiyalar tarqalganligi sababli aynan muammo keyingi yangilikni yaratadi deganlarda keyingi o'sha yangilikka o'tilgan. Bugungi kundagi o'sha siz aytayotgan, ya'ni men bilan siz aytayotgan kolodeslarimiz haqiqatda sharoit talabi bilan qilingan narsa va u yerda olib kelinadigan, sotib olinadigan suv ta'minoti tashkiloti tomonidan yetkazib beriladigan suv faqat quvur bilan emas, transportda olib kelinadi va saqlashda ma'lum bir sharoitlarda saqlanadi, usti yopiq holda. Buni nimaga men ishonch bilan aytyapman? Aynan o'zim istiqomat qiladigan hududda bugungi kunda ham meni uyimda ham shunaqa kolodez bor. Sababi o'sha hududda ham suvni markazlashgan tartibda yaqinlargacha yo'q edi. Mana 3-4 yil bo'ldi. Grafik asosida bo'lsa ham o'zim istiqomat qiladigan shu Buxoro viloyatida mana shu tartibda suv iste'mol qilinmoqda. Ya'ni endilikda suv keldi, kunida 2 mahal masalan grafik asosida beradi va kolodesni endi bizga keragi yo'q. Ammo yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha viloyatimiz o'zida, ayniqsa Jondor tumanida kolodeslar hali beri bor. To'g'ri, qaysidir ma'noda turib qolishi mumkin, unga agar to'g'ridan to'g'ri suvga kirishi mumkin bo'lgan yo'llari ochiq bo'lsa, albatta salomatlikka ta'sir qiladi bu. So'nggi yillarda 8 millionga yaqin aholi, e'tibor bering, 8 millionga yaqin aholi birinchi marta markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. Boya ta'kidlab o'tganingizdek. 11,5 million nafar aholining suv bilan ta'minoti yaxshilandi avvalgidan ko'ra. Va nima deb o'ylaysizlar? Bu ko'rsatkichlar yetarlimi yoki sohada yana qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Yuqorida raqamlarga to'xtalib o'tdi. Bu 42 ming kilometr yangi ichimlik suv tarmog'i qurildi. Bu 83% bo'ladigan bo'lsa, respublika bo'yicha markazlashgan ichimlik suv ta'minoti, yana 17%ni 100% ga yetkazish uchun qurilish qilishimiz kerak. Ya'ni markazlashgan ichimlik suv o'tmagan yoki hududlarga yetib bormagan hududlarda yangi qurilishlar, yangi suv ta'minoti minoralari, yangi suv ta'minoti ishlab chiqaruvchi manbalarni izlab topib qurilish kerak. Bu o'z-o'zidan mablag'ga taqaladi. Bu boya yuqorida hamkasbimiz aytgandek 22 ta loyiha institutlari bilan ishlayotgan bo'lsak, bu loyiha institutlarini ko'magida bu 2028 va 2030-yilgacha markazlashgan ichimlik suv ta'minotini 90% ga qadar ko'tarilishi oldimizga reja qilib olganmiz. Xudo xolasa bu kelgusi yillarda jadal suratlarda amalga oshirilgan ishlar natijasi o'laroq bu ko'rsatkichlarni yetkazib olishga harakat qilamiz. Rahmat. 2026-2030-yillarga qadar 1508 ta mahallani markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash borasida ishlar rejalashtirilgan. Qanday ketyapti bu jarayonlar? Aholini ta'minot darajasini ko'tarish uchun o'ziga yarasha amalga oshirishi lozim bo'lgan ishlar. Bu talab qilinadi. Masalan aytib o'tishim lozim, 80 ming kilometrga yaqin quvur tortish rejalashtirilgan bu bo'yicha. Xuddi shunga o'xshash bizda bugungi kunda aholini markazlashgan ichimlik suv bilan yangi hududlarni qamrab olish bilan birgalikda eski tizimlarni ham yangilash vazifasi bor bizda. Sababi yangi hududlarni o'zlashtiraverganimiz bilan bizda 60-70-yillardan qolib ketgan quvurlarimiz bor. Ularni yangilamasak, demak, o'z-o'zidan xizmat ko'rsatilayotgan hududda xizmat sifati pasayadi. Yoki bo'lmasam, xuddi shu tizimda ishlayversa, nasoslarimiz ham oldingi nasoslarimiz bugungi kunda zamon rivojlandi va bir qadar elektrni tejaydigan nasoslarimiz yoki bo'lmasa aqlli tartibda ishlaydigan nasoslarimiz bor. Ya'ni men nimaga nasosga birdaniga to'xtaldim? Ichimlik suv ta'minotida ta'minotning asosiy xarajatini keltirib chiqaradigan narsa elektr bizda. Ya'ni tarif ichidagi qariyb 20-30% ni elektr tashkil etadi. Va sezgan bo'lsangiz, o'sha elektr ta'minoti tannarxlari oshsa, bevosita suvga ta'sir qiladi. Endi mana shu narsani oldini olish uchun davlatimiz rahbari tomonidan topshiriq berilgan edi, ya'ni suv tarifini ko'tarmagan holda xizmat sifatini yaxshilash. Ya'ni bunda nima qilinyapti? Bizda o'sha demak kattaroq foizni elektr ta'minoti egallaganligi uchun quyosh panellarini o'rnatish, ya'ni birinchi navbatda o'sha elektrni qisqartirish, elektr xarajatlarini qisqartirish borasida eng
eng katta ishlardan biri quyosh panellarining o'rnatilishiga o'tildi. Qolaversa, yuqorida aytganimizdek, o'sha eski tipdagi nasoslarimizni almashtirish va almashtirgan taqdirda ham energiya tejamkor, shu bilan birgalikda oldingi yetkazib berilayotgan masalan to'xtovsiz yetkazib beriladi. Men nasos prinsipini aytadigan bo'lsam, to'xtovsiz yetkazib beradi. Va bu qaysidir o'rinlarda suvni yo'qotilishiga ham sabab bo'ladi. Ya'ni bugungi nasoslarimiz o'sha suv yo'qotilishini ham oldini oladi, me'yor bilan bosimni beradi. Mana shunday vazifalar bizda kelgusi rejalar bilan birgalikda bor. Ya'ni demoqchimanki, mana shu tempni ushlab turgan holda biz o'sha eski tizimni ham, ya'ni nima deydi, aholini ta'minlangan qismini ham o'sha xizmat sifati darajasida ushlab turishimiz kerak. Va kerak bo'lsa yaxshilash kerak. Shunday. Hozir ko'p dasturlarni yo'lga qo'yapmiz suv mavzusida, ko'rsatuvlar tayyorlayapmiz, aholiga yetkazishga harakat qilyapmiz yurtdoshlarimizga. Targ'ibotni yanada kuchaytirish borasida qanday ishlar qilinyapti? Shu haqda ham to'xtalib o'tsak, yana nima qilishimiz kerakki, barchaga bu mavzu birdek yetib borsin? Ota-onalar bolalarga suvni tejash, suvni asrab avaylashni o'rgatish kerak dedingiz. Biz esa degani bu suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati va hududiy suv ta'minoti korxonalari tomonidan respublika miqyosidagi ta'lim muassasalarida, bu maktab bo'ladimi, universitet bo'ladi, bog'chalar bo'ladimi, targ'ibot ishlari, ya'ni ochiq darslar tashkil etilmoqda. Ya'ni ochiq darslar davomida biz bolachalarga o'rgatyapmizki, suv qanday qilib xonadonimizga yetib kelmoqda, qaysi bosqichlardan o'tmoqda, uni tindirish kerak, uni zararsizlantirish kerak va bu yildan 2025-2026 o'quv yilidan boshlab biz o'quvchilarni suv tozalash inshootlariga ekskursiya tashkil etmoqmiz. Ya'ni o'z ko'zlari bilan ko'radi, hamma jarayonlarni laboratoriyaga olib kiramiz, laborantlar qanaqa qilib suv sifatini nazorat qiladi hamda iste'molchilarga qanday darajada suv yetib borishini bolachalarga ko'rsatamiz va umid qilamizki, bolalar ham ota-onasiga suv tejashni va suvni asrab avaylashni o'rgatadi deb. Ma'lumotlar uchun rahmat aytamiz. Hozir umuman olganda mana shu toza ichimlik suvi, chuchuk suv bilan ta'minlash va aholi o'rtasidagi uning iste'moli haqida gapiryapmiz. O'zi kundalik holatlarda qanaqa vaziyatlarda ko'p suv sarflanadi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda bir kishiga o'rtacha me'yor 90 litrdan 150 litrgacha bir kunda suv kerak bo'ladi. Barcha maqsadlarda. Ammo foydalanishga qarab, ya'ni yetkazib berilishga qarab bu dunyo miqyosida turlicha bo'lishi mumkin, xususan O'zbekistonda ham. Bitta yana ma'lumotni aytib o'taman. Oddiygina jo'mrakni shunchaki ochib qo'yish orqali 8 litrdan 15 litrgacha suv yo'qotilishi mumkin. 15 litrgacha, endi e'tibor bering. Yuqorida aytib o'tdik, bir kishiga kunlik me'yorni aytib o'tdik. Aynan Afrika mamlakatlarida kunlik bir kishiga 10-15 litrgacha to'g'ri kelar ekan. Ya'ni ular o'shancha suvni iste'mol qilishga majbur bo'lar ekan. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonda shunchaki e'tiborsizlik bilan ochib qo'yilgan 1 daqiqalik suvni qaysidir mamlakatlarda bir kun iste'mol qilishadi. Xuddi shunday savolingizga javob topishimiz mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda aholi boshiga o'rtacha 99,2 litr suv to'g'ri keladi. Ya'ni yetkazib berilayotgan suv umuman olganda hududlarga qarab farq qilsa-da, respublikada o'rtacha 99 litrni tashkil qiladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim lozim. Yetkazib berilayotgan ichimlik suvi aynan iste'mol uchun maishiy maqsadlarda yetkazib berilyapti. Bu yerda aytilmayapti daraxt sug'or, bu yerda aytilmayapti o'sha changlarni bostir. Hammasini o'z o'rnida, qachon mana ichimlik suvidan qachon foydalanish to'g'risida tartib me'yorlar ham mavjud agar foydalanaman desa. Lekin o'sha suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunda ham aytib o'tilganligidek, suvdan birinchi navbatda iste'mol uchun foydalanish kerakmi? Undan tashqari holatlar isrof sanaladi. Bir krushka suvni olib, yarmini iste'mol qilib, yarmini to'ksa ham u ham isrof. Yoki bo'lmasa, o'sha men to'g'ri iste'molchilarning shaxsiy chegarasiga o'tmoqchi emasman, lekin masalan o'sha qabul qiladigan dush vaqtini qisqartirish orqali ham ancha-muncha suv tejash mumkin. Yoki bo'lmasa tejashni biz endi hozir bu yerda suvchilar aytayaptiki, suv yetkazib beramiz, teja deyapti. Aslida bitta paradoks bor bu yerda. Ya'ni suv ta'minoti tashkiloti iste'molchiga yetkazib berayotgan suvni счетчикdan, ya'ni hisoblagichdan o'tganiga pul oladi. Bu degani biz qancha indamasak, qo'pol qilib aytganda, qancha suv yetkazib bersak va o'shancha mablag' olamiz aslida. Lekin suvchilarni ta'kidlashi bu yerda isrof qilma. O'sha yetkazib berilayotgan suvni maqsadga muvofiq foydalan degani bu yerda ularning mehnati yotayotganligi va shu bilan birgalikda siz bilan biz ko'tarayotgan mavzu
biz iste'mol qilayotgan suv manbasining tobora qisqarib borayotganligi kelajakdagi bizni kutayotgan o'sha tahdid desak to'g'ri bo'ladi, ya'ni og'ir oqibatlarni oldini olishga qaratilgan. Savolingizga to'g'ridan-to'g'ri e'tibor qaratadigan bo'lsak, ya'ni yuqorida iste'mol bilan bog'liq holatlarda suvdan maqsadga nomuvofiq foydalanish holatlari ko'p kuzatilyapti. Hamkor tashkilotlar bilan reydlarni amalga oshirgan chog'imizda oddiygina o'sha xonadonidagi suv asbob anjomlariga e'tibor bermaganda suvning sizib chiqishidan tortib to qurilish jarayonlariga, baliqchilik maqsadlarida ichimlik suvidan xo'jaliklarcha foydalanishgacha bo'lgan holatlar aniqlandi. Oddiy bitta holat kuni kecha Toshkent shahrida tadbirkor 3 milliard 200 million so'mlik suvdan foydalangan. Ya'ni noqonuniy foydalangan. Noqonuniy foydalangan. Bu isrof sanalsa kerak menimcha. To'g'ri, ekran oldida o'tirganlar aytishi mumkin, bir stakan suvni mana hal qiladi deyishi mumkin. O'sha yuqorida biz jo'mrak ochiq qolgandagi miqdorni aytib o'tdik, lekin Toshkent shahrida agar rasman 3 millionga yaqin aholi istiqomat qilsa, norasman 6 million desak ham bo'ladi. Ha, kelib ketuvchilar bor. Yarim litrdan suvni iqtisod qilganda ham qancha suv bo'lishi mumkin? Biz boshqa mamlakatlarda qancha suv iste'mol qilayotganligi haqida aytib o'tdik. Demak, biz shunchaki oddiy kundalik iste'mol madaniyatiga e'tibor berish orqali ham ancha-muncha suvni tejashimiz mumkin. To'g'ri, suvni tejash madaniyatini shakllantirishda, deylik, oila, maktab va oliy ta'limning vazifasi nimalardan iborat? Endi qush inida ko'rganni qiladi degan maqolimiz bor. Albatta ota-onalar, kattalar suvni tejash, suvni asrab avaylasa, bola shuni ko'rib ham o'ziga oladi va yaqinlariga, ya'ni o'rtoqlariga aytadi. Mani uyimda shuncha suv tejaladi yoki oyim kranlarni yopib qo'yadi, jo'mraklarni. Yoshlar ko'proq o'rtoqlariga quloq soladi-da. Ko'proq ota-onasiga emas, o'rtoqlariga o'rgatishimiz kerak. O'rtoqlariga ham o'rgatish kerak albatta. O'shaning uchun ham biz targ'ibot ishlarini maktablardan, bog'chalardan va oliy ta'lim muassasalaridan ham boshlayapmiz. Va bu ishni biz aynan televideniya orqali davom ettiryapmiz. Ko'rsatuvlarimiz davomida bu haqda ma'lumot berishga, suv isrofgarchiligini oldini olishga harakat qilyapmiz. Mana shu ko'rsatuvimiz kimlargadir ta'sir qilsa va bittada bo'lsa-da inson bundan xulosa chiqarsa, demak biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Tomosha qilganingiz Yoshlar telekanalida Rostini ayting tok shousi bo'ldi. Dasturga kelganliklari uchun, ma'lumotlar taqdim etganlar uchun ekspertlarimizga rahmat aytamiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Keyingi dasturlarga qadar sog' salomat bo'ling. Xayr.